Знаете это растение? Это ирис. Shu gulni taniysizlarmi? Tog' irisi, yana kasatika deydi. Смотрите, на русском и на узбекском буду говорить. В первую очередь на узбекском языке. Birodarlar, mana shuni ezib, любой yaraga bog'lang, ko'zini o'yal. Tushundingizmi? Tomirini eng kuchlisi tomiri buni. Mana shu. Tomirini 100 grammini 3 litrga yoki 3,5 litr suvga qaynating, yaxshilab tozalab обязательно. 100 grammdan 3 mahal ichib yuring, astma, bronxi, любой ichki kasalligingiz davolaydi. Hazm tizimini ezib turib, asalga aralashtirib, xohlagan yarangizga bog'lang, ko'zini o'yal. Hatto vitiligoga ham deb yozilyapti. Tushundingizmi? Buni moyi, endi chiqarib, juda ko'p vaqt o'tib ketadi. Moyini chiqarish, oho, qanchalik kasalliklarni. Ezib turib, yaralarga bog'lang. Damlab turib, yo. Qaynatib turib, asal qo'shib, boyagi 3 litrni qaynatasiz-ku, yarim soat qaynating. 100 grammini, 200 grammini qaynating, baqirtirsin bir 3 litrga. Tushundingizmi? Qaynating shuni. Ko'zini o'yal. Keyin asal soling. Tushundingizmi? 100 grammdan keyin ichib yuring. Asal bilan shirinlashtirib. Tushundingizmi? Undan keyin buni tomirini ezib, mana boga gemangioma bo'ladi-ku, mana badanga yosh bolalarga qayergadir gemangioma, qon talash bo'lib qoladi. Shuni tomirini ezib turib bog'lang. Tushundingizmi? Ko'zini chiqarib o'rang. Братья и сестры, это растение ирис. 100 грамм, возьмите 100 грамм. Прокипите, измельчить, прокипятите на 3 литра воду 20 или полчаса. Потом посладите медом, употребляйте по 100 грамм. Любой бронхит, бронхиальная астма, он вылечит. Внутренности вообще, много вообще-то говорить, многие внутренние заболевания. Если измельчить корень, измельчить этот корень и добавить мед при любых ранениях, при любых болячках, забинтуйте, лечебную повязку делайте. Все, проблемы не тут. Короче, погуглите сами. Ирис, горный ирис. Вообще мощь.